Assalomu alaykum azizlar. Ushbu videorolikimiz o'z umrining 38 yilini 103 sonli maktab internatining ta'lim-tarbiya jarayoniga va pedagogik faoliyatiga bag'ishlagan marhum Islom Muhsimovich Alimov xotirasiga bag'ishlanadi. 1987-yil pedagogika institutini tamomlab, katta orzu-umidlar bilan yosh navqiron 25 yoshli Islom Muhsimovich 103 sonli maktab internatiga ishga qabul qilinadi. Dastlab sobiq Sovet ittifoqi Pioner yoshlar harakati yetakchisi, keyinchalik o'qituvchi, tarbiyachi, katta o'qituvchi va Naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimida 2025-yilga qadar o'z faoliyatini olib borgan. Bugun biz 38 yil davomida ta'lim muassasamizda o'z mehnat faoliyatini olib borgan rahmatli ustoz Islom Muhsimovich xonadoniga tashrif buyurdik. Bugun biz ularni yod etamiz, xotirlaymiz. Xush kelibsizlar. Sog' bo'ling. Ikkita qiz, 4 ta o'g'il. Ukam 3-chi bo'lib tug'ilgan. Islomjon qo'yganlar adam rahmatli. Bizning oilamizda adamlar naqqosh bo'lgan. Bu 3-chi ukam, bu boshqacha edi. Bu o'qishlarga kirishi, institutlarga kirish orzu qilar. Ukam ham institutlarda o'qishni xohlab, shu ukalarim ichida 4 ta o'g'il ichida shu ukam shuni xohlagan. Lekin Xudoga shukr, mana keyinchalik shu kasbiga qilgani uchun shu sohani o'qidi. Haqiqatda eng sho'xgina bola bo'lgan, og'ir bosiq ham bo'lgan, ukalarim ichida shu bog'chalarga borgan, rus bog'chaga borgan. Rus bog'chalarda tarbiyalanib, hamma she'rlarni yo'naqalarga aktiv bola bo'lgan, aktiv bo'lib o'qigan. Bog'chalardan olib kelardi, maqtardi bog'chapalari. Yaxshi bola, juda aqllidirdi. Mashhur opa, rahmatli Islom akani bir so'z bilan qanday inson deb ta'riflagan bo'lardingiz? Sho'rtam. Avvalambor shu xonadonga kelib pishganman. Juda yaxshi xonadonga. Shunda turmush o'rtog'i menga Alloh ato etganiga Allohga ming qadar shukronlar. Vallaga mehribon edilar. Vaqti kelganda qattiq qo'llaydilar. Men uchun ham hamma ish, men ham ish faoliyatimda to'sqinlik qilmaganlar, har doim yordam berganlar, imkoniyat yaratib berganlar ishlashimga. Keyin farzandlarim bilan birga bo'lishlikni. Islom aka haqida aytishimiz mumkinki, mahoratli pedagog edilar, ustoz inson edilar, juda saxiy inson edilar. Eng muhimi fidoyi degan so'zni ishlatish ham qaysi ma'noda bir to'g'ri ma'noda aytadigan bo'lsak, haqiqatdan ham fidoyi aynan mana shu 103 sonli maktab internatida faoliyatlarini boshlab, shu maktab internatidan nafaqaga chiqib, bu maktabdan chetlashmadilar-da. Shu maktabni sevdilar, shu maktab bilan birga yashadilar, shu maktabni jamoasi bilan birga hamnafas bo'lib umr kechdilar deyishimiz mumkin. Islom aka ma'naviyat kuchli odamlar-da. Men ularni mas'uliyat deyman. Mas'uliyatli, juda ham mas'uliyatli odam bo'lganlar. Men ularni bir og'iz so'z bilan mas'uliyatni o'zi deyman u insonni. Ma'naviyat kuchli odam bo'lganlar. Rahmatli Islom akani bir og'iz so'zda ustoz, tajribali pedagog. Har bitta insonni bu yerga kelgan o'sha yosh tarbiyachini otasi deb inson deb tarbiyalagan. Mashhur opa, rahmatli Islom aka hayoti davomida qandaydir sinovlardan o'tganmilar? Endi sinovlar ham ko'p bo'ldi. Eng og'iri shu rejini o'tkazgan paytlari bo'ldi.
shunda bo'lsa ham yotib qolganlari yo'q. Baribir ish faoliyatlarini davom ettirdilar. Ishxonalarga shu erta ketib kech kelardilar, yotib qolib ishlagan kunlari bo'lgan. Xullas ishxonalarni juda yaxshi ko'rganlar. Kasblarini ham yaxshi ko'rganlar. Islom aka bir sayohatni sevuvchi inson edilar. Bu maktab internat faoliyati Islom aka bilan ko'p bog'liqligi joylari bor deb hisoblayman. Ham ma'naviy, ham ma'naviy, ham moddiy tomonlama deb hisoblayman. 2014-yildagi voqeani o'zlari aytib berganlar. O'sha paytda hozirgi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich bosh vazirlik paytlarida bizning maktabga tashrif buyurganlar. O'shanda shaxsan yonlarida yondosh bo'lib turib, maktabimizni qanday holatda bo'lsa aytmaydi deb, kuchli iroda bilan qo'rqmasdan, to'g'ridan-to'g'ri barcha holatlarni aytib, barcha muammo va takliflarini aytib bergan inson. Ana o'sha voqeadan keyin maktabimizda jadal ravishda kapital rekonstruksiya ishlari olib borilib, mana shu hozirgi holatga keldi deyishda Islom akani o'rni beqiyos deb hisoblayman. Islom aka o'zlaridan juda katta iz qoldirganlar. Ta'lim tarbiya jarayonlariga bog'liq bo'lgan qo'llanmalar yaratganlar. Mana shu qo'llanmalarni hozir respublika miqyosida ta'lim muassasalarida qo'llanilib kelyapti. Islom aka o'zlaridan juda ko'p shogirdlar qoldirganlar. Ularning aksariyatlari hozirda rahbarlik lavozimida faoliyat yuritishyapti. Uyda bo'lganlarida uy ishlari bilan farzandlariga mana xomto qilishlar, hamma ishlarni birga qilishardi. Chiroyli ovqatlar qilib berardilar, oshlar damlardilar. Bugun men bunaqa ovqat qilaman. Ayniqsa salatlarni juda yaxshi qilardilar. Agar jigarli mehmondorchilik bo'lsa, men ovqat qilmasdim. Turmush o'rtog'im hamma oshlarni ham, salatlarni ham, stollarni ham o'zlari bezatishga harakat qilardilar. Shunaqa yaxshi turmush o'rtog'i edilar. Eng chiroyli paytimiz farzandli bo'lganimizda, keyin eng oxiri umra amallarini birga Kabalar tavof etib yurib bajarganimizni eng baxtli kun deb bilaman. Mashhur opa, agar bugun u kishi hayot bo'lganlarida nima degan bo'lardingiz? Oldim bo'lgan. Qaniydi bo'lganlarida oldimda. Qaniydi ukaginam yonimda bo'lgan, yaxshilab quchoqlab, ilohim, tan joning sog' bo'lsindirdim, umring uzoq bo'lsindirdim, faqat yaxshi deya oyoqlarni. Siz bilan ancha yil birga ishlaganimdan xursandman. Sizga minnatdorchiligimni bildiraman degan bo'lardim. Juda ko'p gap gapirish mumkin bu haqda. Inson o'lmaydi. Uning xotirasi yashaydi. Yaxshi odamning xotirasi esa umr boqiydir.